Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Sadda mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Sherali aka Tashabboyev jiddiy jigar sirrozi bilan xastalangan. Farzandlari va uning yaqinlari har kunni tunga ulab duo qilishyapti. Suratlar va tasvirlardagi og'ir holatda to'shakka mixlangan Sherali akaga yaxshilar ko'magi juda kerak. Yaratgan oldida insoniyligimizni ayamaylik azizlar. Bu inson boqimanda yoki kimnidir qo'liga umid qilmay mehnat qilardi. Ammo og'ir xastalik uning dardini kundan kun yomonlashtiryapti. Hurmatli yurtdoshlar, tasvir va suratlarni ko'rib, oz bo'lsa-da yosh bolakaylari bor insonga ko'mak bermoqchi bo'lsangiz, telefon va karta raqamlarini qoldiramiz. Har biringizni tanu joningiz sog'likda va qilgan xayrlaringiz Alloh dargohida bo'lsin. Bir oiladagi uzluksiz to'kilayotgan ko'z yoshlarini to'xtatishga yordam bering. Inshaalloh xayringiz Allohimiz tomonidan albatta siylanajak.